Yuklar yuklandi Alloh fazli bilan sizlar chekayotgan 10 ta semiya ketdinglar. Assalomu alaykum Hosh tog'a. Ha, Hosh tog'a biz Xajafondan keldik. 100 ta semiyani qiroftasini tarqatib bitdik. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon karvonimiz Alloh fazli bilan bugun 18-fevral kuni yo'lga chiqyapti. Bu karvonimizga yuklangan nimalar bor, birodarlar? Har bitta oilaga bir qopdan un bor, yog', non, yuvish moslamalari, bumaga, makaronlar, 2 xil guruch, vafli, tuz, asal, novvot, qora choy, pechenye, hoji xurmolar, holva, sabzi, go'sht, piyoz, kartoshka va tuxum. Mana bu joylarda taqvimlarimiz ham bor. Ramazon oyida qiylanish qolmasin deb hamma qilgan ihsoninglarni Alloh taolo qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni vatandosh qirg'iz elimiz hammalarga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Alloh taoloning fazli va marhamati bilan bugun alhamdulillah mana Ramazon oyiga kirib keldik. Alloh taolo hammamizni mana bu oyda onadan tug'ilgan yangi chijidek qilib poklanib chiqishimizni Alloh taolo bizlarga nasib qilsin. Hurmatli birodarlar, bugun mana Ramazon karvoni loyihamiz Alloh fazli bilan yo'lga chiqyapti. Boya ko'rsatib o'tgan produktlarimiz har bitta oilaga mana shuncha 100 ta korobkaga solinib bo'ldi. Alhamdulillah, bu sizlarga bergan yordaminglar Alloh taoloning bergan marhamati bo'ldi. Alloh taolo hammalarimizni shunday bir solih amallarda o'zi bardavom qilsin. Biz inshaalloh bu qilayotgan ishlarimiz sizlarga atchotlarni qilib boramiz. Inshaalloh bu yetib borgan oilalarimiz ko'rib hammamizga inshaalloh ibrat bo'lishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qora aka, siz ham ikki og'iz. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Alloh taolo mana shu qilingan ihsonlarni o'zi dargohida qabul qilsin. Hammaga ham nasib qilolmaydi. Ya'ni bu baxillikni chiqarishlik uchun Alloh taolo o'zi yordami bo'lmasa, marhamati bo'lmasa, bu narsalarni berish oson emas. Alloh taolo hammamizdan qabul qilsin. Ramazonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek, boshqa oylarga qaraganda fazilat kuchliroq bo'ladi. Inshaalloh Alloh taolo hammamizdan qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum, hurmatli Arg'on elimiz. Mana inshaalloh bir oy mobaynida shu ihson beraman deb ihsonni niyat qilib har bitta harakat qilgan odamlarimizni, birodarlarimizni, hamyurtlarimizni har bittasini xonadoniga borib, shu bergan kimdir asal, kimdir guruch, kimdir go'sht berib, kimning qo'lida qanday bir narsasi bo'lsa shuni qalbidan chiqarib inshaalloh shu kam ta'minlangan shu joylariga olib borib yetkazib beringlar deb bizga ishonib shu jamoatimiz, birodarlarimiz mana birgalikda hozir inshaalloh shu xizmatga shaylanib turibmiz. Endi bu yerda aytib o'tib ketishimiz kerak, jamiki Arg'on elimiz shu yerda o'zimizga o'xshagan oddiygina bir dehqon, oddiygina bir savdogar, oddiygina bir oilalarimiz Alloh taolo qalblariga solib inshaalloh shu yerda ko'rib turgan ne'matlarimizni Alloh taolo yetkazib ishlarni qalbiga solib bizga berdi. Rahmat hammalarga. Mana ko'rib turganlarda Alloh fazli bilan birodarlarimiz o'z fikrlarini aytdi. Shu gaplarga hammamiz qo'shilamiz. Inshaalloh biz ishimizni boshladik. Inshaalloh maqaning karvonimiz yo'lga chiqadi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. G'iyozbek birodar 17 ta semiya shu madaniyatdan tortib achchidan chiqib ketadi. Sizga 2 ta mashina yukladik. Alloh rozi bo'lsin. Alloh kuch-quvvat bersin. Amin. Allohga omonatsizlar. Shu 2 ta mashina G'iyozbek birodarimniki. Mansurbek birodar, siz 14 ta semiya Mang'it markaz qilib Gulbahordan tushasiz. Yuklanni o'sha Allohga omonatsiz. Haydavering. Sardor qori, assalomu alaykum va rahmatulloh. Yuklar yuklandi Alloh fazli bilan sizlar chekayotgan 10 ta semiya ketdinglar. Allohga omonatsizlar. Mashalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, xo'p, siz parsiz bilan probatsiyaga hokimiyatga tushiramiz. O'sha sizlarda 13 ta semiya bor.
Alloh rozi bo'lsin, Allohga omonatsizlar. Xo'p. Xo'p. Akajon, siz Tepaqo'rg'onga ketyapsiz, 10 ta semya yuklandi уже. Allohga omonatsizlar, Alloh qabul qilsin mehnatinglarni. Akalar, sizlar Yusuf va Oktyabr Jannat mahalla shu Chekyapti chegarasigacha bo'lgan joyga 12 taga ketyapsizlar. Yuklandi, Alloh rozi bo'lsin, Allohga omonatsizlar. Alloh qabul qilsin amalinglarni. Xo'p. Sizlar Azizbek aka, sizlar 7 ta Gulbahorga olib ketyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin, Alloh xizmatinglarni qabul qilsin. Allohga omonatsizlar. Qora akam, Lelinga ketyapsiz. Nechta yuklandi sizga shunda? 9 ta yuklandi. Akam 9 ta bilan Lelinga ketyapti. Aka, Allohga omonatsizlar. Alloh qabul qilsin amalinglarni. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, Muhiddin aka, bizga Jasur akam ikkovimizga 12 ta semyani bergandingiz. 12 tadan 5 tasi o'zimizni mana bu hokimiyatda, ya'ni probatsiyada uchetda turadiganlar edi. Ana shu uchetda turadiganlardan mana 5 tasini topshirib ketyapmiz. 5 tasini, 5 ta semyaga ana shu yetkazilgan narsalardan, haligi boya ko'rsatgan narsalarimizda hammasi bor, xudo xolasa. Aron hadya fondi Lelin uchastkasi 9 ta xonadonga ehsonlar tarqatildi. Alloh taolo ehson qilganlarni o'zi moliga, joniga, bola chaqasiga barakot bersin. Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Omonatlarda inshaalloh joylariga Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Ramazonlar muborak bo'lsin. Rahmat, o'zlaring. Lelin uchastkasi 6-xonadonimiz. Biz Aravon hadya fondidan keldik. Ramazonga. Yana bir bor xudo xolasa keyingi oilamizga ham keldik. Bu oilamizda qolamiz. Shu qizlari bilan birga turadi inshaalloh. Keyingi oilamizga yetib keldik. Qatar mahalla ichida ana shu o'g'limiz Muhammadiy shu yerda yashaydi. Ishimizga keldik. Opa, biz hadya fondidan keldik. Haqqimizga duo qilib qo'yasiz. Qilgan ehson qilganlar haqida duo qilib qo'yasiz, opa. Xonadonimizga keldik. Egasi yo'q ekan, qo'shniga tayyorlab tashlab ketyapmiz. Alloh qabul qilsin endi. Assalomu alaykum, Hosh tog'a. Ha, Hosh tog'a, biz hadya fondidan keldik. Mana aka-ukalar, ko'rib turganlaridek, Alloh fazli bilan 100 ta semyani pravdasini tarqatib bitdik. Alloh taoloning bergan kuchi, quvvatiga Allohga cheksiz hamdlar va shukrlar bo'lsin. Birodarlar, bu ishda aytganda juda ham katta loyiha bo'ldi bu. 100 ta semya degani bu misoli bir kattada, til bilan ifodalash qiyin bo'lyapti hozir. Bu ishlarda juda ko'pchilik aka-ukalarimizni ishlari bor. Juda ko'p aka-uka, opa-singil birodarlarimizni bunga qo'shgan solimlari bor. Bu yerda kichkina summa rasxod bo'lmadi aka-ukalar. Har bitta semyaga o'rtacha 7000, 8000 dan bo'lganda ham 700 ming, 800 ming pul shu xalqimizdan to'planib, xorijlarda ishlayotgan bo'lsa, Amerika bo'lsin, Italiya bo'lsin, bunday aytganda Rossiya bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, har tomondan mana shu Aravonimiz ichidan bo'lsin tushayotgan sizlar bilan sizlarni bergan yordaminglarga bu ishlar bo'ldi. Alloh fazli bilan. Bizni bunday ishlarda Alloh taolo birlashtirganiga hamd bo'lsin. Allohga cheksiz hamdlar bo'lsinki, shunday bir birdamlikda, o'rtada fitnalashmay, bir-birimizni kavlamay, shunday o'zimiz to'q bo'lib turib ochlardi chekada tashlab qo'ymasdan shularga yordam berayotgan aka-ukalar, opa-singillar hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni Alloh taolo bunday solih amallarda bardavom qilsin. Hech qachon bizni chachib qo'ymasin. Bizni tarqoq bo'lsak, bunaqa ishlarni qilolmaymiz biz hech qachon. Bunday solih amallarda biz bardavom bo'lolmaymiz. Men nima deb ketmoqchiman? Har doim shunday birlikda, aka-uka bo'lib, shunday savobli ishlarni birgalikda qidirib, shunday ishlarda birga bo'laveraylik. Biz yana doimgidek aytib o'tadigan gaplarimiz, bu ishlarga bizga doimo bunday aytganda yo'lovchilar kerak bo'ladi. Bunga biz o'z karta nomerlarimizni doimgidek aytib o'tamiz. 0558 bilan 088 400 raqamida e-bank kartalarimiz bor.
mana shu kartalarga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi, yedinsa qilib solsangiz ham bo'ladi. Va rossiyskiy nomerlarimiz ham bor, ularni ham yozib o'tamiz. Doimgidek birodarlar, like podpiskani ayamaysizlar, like tugmachasi va podpiskani bosib qo'ysanglar, bu ishlarimiz yanada ommaviylashib, ko'pchilikka borib ko'rsa, zero qalblari ularda ham erib, siz bilan bizdek bu amallarda ular ham bizga yelkama-yelka turib, yelkadosh bo'lib qolsa. Bu ajrni Alloh taolo qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qiyomat kuni kim yetimni boshini silasa, men bilan mana shunday turadi degan hadislarga muvofiq Rasululloh bilan yelkama-yelka turishlik qiyomat kunida siz bilan bizga Alloh taolo nasib qilsin. Birodarlar, biz birlashsak ko'p ishni uddalaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.